Amerika komandani Asiya Tinch okeandik o'ziga o'zgarayotgan vaziyatga taqobil turish uchun butunlay F-35 belgilik harbiy aeroplanni o'rnashtiramiz dedi. Mavzuli xabar 1-ayning 3-kun Vanvitor betida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Endi yangi mavzu. Amerika Tinch okean pilotining qo'mondonligi Havo armiyasi qo'mondoni Travis O'Shaughnessy mundaq ko'rsatdi. Tinch okean rayonining vaziyati zo'r o'zgarish yuz berdi. Jungo dengiz armiyasi aeroplanlari Janubiy dengiz osmonida orqa-orqadan uchib yuriydi. Amerika taraf bu rayonga umumyuzlik F-35 belgilik kurashchi aeroplan o'rnashtirib, havodagi ustunlikni kapolatga qildi. Amerika havo armiya gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Tinch okean qo'mondonligi havo armiya qo'mondoni Travis O'Shaughnessy yangi yil kuni mundaq ko'rsatdi. Mening avval qiladigan ishim oldingi sapga harbiy kuch o'rinlashtirishni yaxshi ishlash. Kelajak navbatlik krizisga kelajakda keladigan yoki navbatlik kelar qatimliq krizisga taqobil turishga tayyorlik qilish. Tinch okean urushi maydonining vaziyatida 2016-yil zo'r o'zgarish yuz berdi. Bu vaziyat 2017-yilda davomlashdi. Amerika armiyasi havodagi ustunlikni saqlab qolish kerak. O'shaughnessy mundaq ko'rsatdi. Jungoning o'z beshimchiligi va Chavshanning ig'vogarchiligi Tinch okean rayonining vaziyatini murakkablashtirib etdi. Bu harakatlar Tinch okean rayoniga munosabatlik bir rayondagi vaziyat o'zgarishi Amerikaning ikkinchi rayondagi ittifoqdoshlariga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Masalan, Jungoning aeroplanlari Filippin dengiz atrofida uchib yuradigan bo'lsa, Janubiy dengizda uchib yuradigan bo'lsa, Yaponiyaning hushyorligini qo'zg'aydi. Yaponiya ham o'xshash harbiy harakat qo'llanadi. Chavshanning raketa sinaq qilishlari Koreyaning hushyorligini qo'zg'aydi. O'zgarishga duch kelganda qo'mondon O'Shaughnessy mundaq baholadi. Amerikaning 5-avlod harbiy aeroplanlari sapga turg'izildi. Havo armiyamiz ham F-22 belgilik kurashchi aeroplanga zamonaviylashgan texnika o'zgartish olib bormoqda. Ham Tinch okean rayonining umumyuzlik F-35 belgilik kurashchi aeroplan o'rinlashtirib, harbiy kuchning dushmanning kuchidan ustun turishini kapolatga qildi. O'Shaughnessy mundaq ko'rsatdi. Amerikaning ittifoqdoshlari havo armiyasi harbiy kuch o'rinlashtirishi jihatda intayin muhim rol o'ynaydi. Avstraliyaning osmonidan F-35 belgilik aeroplan uchib o'tdi. Yaponiya 2016-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida harbiy bazada Fort Worth harbiy bazasida F-35 belgilik aeroplanni haydab uchib sinaq qildi. 2018-yili F-35 belgilik kurashchi aeroplan Koreyaga o'rnashtirildi. Demak, 2016-yilning avvalgi fasli demasam, 2-3-oylarda Amerika Qo'shma Shtatlarining raketadan mudofaa kurash sat sistemasi Koreyaga o'rnashtirdi. Demak, hozirgi gapdan qaraganda 2018-yili F-35 belgilik kurashchi aeroplan Koreyaga o'rnashtirildi. Bu bizning sizlarga yetkazgan leksiyalarimiz. Hurmatli vatandoshlarim, salomat bo'linglar.